Assalomu alaykum azizlarim. Men bugun sizlarga bilasizmi nima temani tayyorladim? Savol qarang, qancha endi birdaniga hamma juda ko'p men savollarni yozib olganman, ularga javobini birdaniga aytolmayman. Sedana haqida demasdan so'rashadi-da, sedana haqida, ya'ni immunitetni ko'tarish haqida, sedana haqida so'rashadi. Mana sedanani agar haqiqatdan yeb yursangiz, men shuni qilolmayapman-da, endi qaysi birini qilaman shuncha narsani. Sedanani mana narsani qilaman dedilar, sedanadan foydalaninglar. Qora sedana ayniqsa. Qora sedana bu voобще sedana yeb yursangiz, sedanani qanday foydalari bor haqida men sizlarga aytganman. Bir odam aytyaptiki, o'tgan yili men juda qattiq shamolladim deydi. Turli dorilar bilan davolanib, turli darmonlar bilan davolanib tuzaldim. Biroq oz vaqtdan so'ng deydi, mana shu narsa qaytaradi. Men sizlarga aytganman, dori vositalari vaqtinchalik, masalan, simptomini davolaydi. Davleniyani tushiradi, qon bosimini, demak, temperaturani tushiradi, ichib ketganni to'xtatadi, burun oqqanni og'riqni qoldiradi. Xullas qarab, oz muddatdan keyin deydi, men yana qayta shamolladim deyaptilar. Men boshdan o'tganlar haqida aytdim. Biroz oz vaqtdan keyin qaytarilgandan keyin ushbu holat ko'p marta qaytarlanaverdi. Men yana shu doridan foydalanaverdim deydi. Bir kuni dugonam deydi, sedana moyini ichishni tavsiya qildi deydi. Men deydi, sedanani o'zini yaxshi ko'rardim deydi. Sedanani oldin olib kelib qo'ygandim. Qora sedanani maydalab turib, mana shuni bir chimdan ovqatdan oldin og'zimga tashlaydigan odatim chiqardim va undan tashqari sedana moyidan ham foydalandim deydi. Ya'ni sedana moyi bilasa, qora sedana moyi bor. Eng foydali narsalardan biri. Mana shu qora sedana moyini ichib, tezda shifo topdim deydi. Qora sedana moyini ular qanaqa ichganlar? Demak, albatta uni ham och qoringa ichgan, undan keyin yarim soatdan keyin ovqat yegan ma'qul. Qora sedana moyini agar xohlasangiz o'zingiz uni tayyorlashingiz mumkin. Demak, toza zaytun yog'ida tayyorlasa bo'ladi, sedana bilan qilib. Bo'lmasa, hozir juda zo'r firmalar chiqaryapti qora sedana moyini deydi, men ichib deydi, mana shu kasaldan forig' bo'ldim. Immunitetim, chunki asosiy sababi sedana immunitetimni ko'tardi deydi. Shundan beri deydi, tezda shifo topganimdan keyin shundan beri deydi, sedanadan turli kasalliklarni yengishda, organizmdan nafaqat shamollash, boshqa kasallarni yengishda ham foydalanib kelyapman. Masalan, turli kasalliklarni oldini olish maqsadida, masalan, turli kasalliklar, oshqozon, ichak kasallik sistemasi, nerv, asab, hamma buni sedanani ta'sir qilmagan doirasi yo'q. Shuning uchun turli kasallik oldini olish maqsadida ertalab va kechqurun ovqat yeyishdan 15-20 daqiqa oldin bir choy qoshiq yangi yanchilgan sedana iste'mol qilaman deydi. Avval u odam bir chimdimdan ichib yurgan ekanlar. Ana endi deydi, hozir turli xil kasalliklarni oldini olish uchun yangi yanchilgan sedanani iste'mol qilib yuraman. Bozordan borib olib keling. Hozir yangi yanchilganlari ham sotilyapti. Uni o'zingizlar bilasizlar. Endi mana shu immunitetimni ko'tarish uchun mana shu sedana qanday foydalanamiz? Immunitet ko'tarish uchun mana shuni 6 oy davomida mana shu yangi yanchilganini olib kelib, ovqatdan oldin bir choy qoshiqdan iste'mol qilingiz. Ya'ni kappalab turib orqasidan issiq suv ichib olsangiz, mana shu ham sizni immunitetingizni ko'taradi. Bir choy qoshiq sedanani qovurilmagan kunjut bilan birgalikda yanchib yeyish mumkin. Qarang, hattoki mana shu kunjut bilan yanchilganni aralashtirib yeysiz. Kunjutni turgani, bitgani foyda. Kunjut asosan bilasa, kunjut nimaga sepadi-ku? Nonlar ustiga sepadigan. Ana shu kunjutni deydi, juda ham foydasi ko'p. Kunjutni lina deydi. Ana shu kunjutni maydalab turib, sedana bilan aralashtirib men doim foydalanib kelaman deganlarni men juda ko'p eshitganman. Endi undan tashqari eng zo'ri, mana shu qora sedanadan agar foydalanmoqchi bo'lsangiz, undan choy damlab iching. Iching. Bir kunda masalan 2 marta, 3 marta choy ichadigan bo'lsangiz, bir marta sedanadan choy qilib iching. U organizmingizga turgan koni foyda bo'ladi. Bu ham, demak, organizmni immunitetini ko'taradi. Endi bir stakan qaynoq suvga bir choy qoshiq yangi yanchilgan sedanani solib, idish
qopig'ini yopasizda 10 daqiqa turgan ekan, uni iste'mol qilishingiz mumkin. Uni xohlasangiz suzib, ba'zilar suzmayman deyapti, lekin asosiysi uni suzib, ana shuni suvini iching. Ana sizga haqiqiy tabiiy immunitet. Endi undan tashqari mana shu sedanadan yana qanday holatlarda foydalanish mumkin? Sedanani demak, choy damlab ichasiz. Sedanani o'zini kappalaysiz. Sedanani ovqatdan keyin turli xil yo'llar bilan xohlasangiz suv bilan, xohlasangiz ba'zi bitta xotin aytadiki, men sedanani doim qattiq aralashtirib ichaman dedi. Endi hamma organizm har xil qaysi birini ko'tarsa shuni qiladi. Sedanani masalan bir choy qoshiq sedanani moyini agar ichmoqchi bo'lsa, bir qoshiq seda moyini bir piyola qatiq bilan aralashtirib, aralashmani 3 kunda mobaynida kuniga 2 mahal ichish kerak bo'ladi deyapti. Agar siz immunitet ko'tarsangiz, qarang. Demak, sedanani o'zini qatiqqa, sedanani o'zini choy damlab qilib ichish mumkin va sedanani moyini qatiqqa aralashtirib ichsangiz ham koni foyda bo'ladi. Endi yana qaytaraman, bizani xalqimizda juda ko'pchiligida erinish holati bor, dangasalik holati bor uchun yugurgina onsagina apteka yetib qo'yqali olib kelasiz, ichasiz, lekin u vaqtincha ta'sir qiladi. Demak, mana shu oddiy sedanani moyi qanday ta'sir qiladi sizga? Shuni bilib oling. Mana shu sedanani moyini o'zini ichmoqsa, bir qoshiq boshqa ichish oson. Ichadigan odat qilsangiz, haligi qatiqqami, o'zinimi? Bu nimaga foyda ekan? Astmaga foyda ekan. Yo'talga ayniqsa qaysi odam uzoq yo'talsa, quruq yo'talsa, xronический yo'tal tuzalmasa, sedana yog'i foyda beradi. Yana bilasiz, uzoq yo'talgan odamga sedana yog'i bilan birgalikda ko'pchilik qo'shib achchiq bodam yog'ini ham ichishadi. Achchiq bodam yog'i ham, xuddi sedana yog'i ham va zaytun yog'i aralashmasdan ko'krak qafasini yumshatuvchi malham sifatida foydalanadi. Endi qarang, mana shu sedana yog'ini zaytun yog'iga aralashtirib, ko'krak qafasidagi mana shu chomonlashlarda old tomonini, orqa tomonlarini sedana yog'ini zaytun yog'i bilan aralashtirib sursa, badanni, ko'krak qafasini demak mustahkamlaydi. Yana bir nasihatim, o'rtoqlar, endi bu sedana temasiga tegishli emas. Siz immunitetni ko'tarishga bularni qildingizmi? Endi uzoq o'tiradiganlarga nasihatim, bizda harakatimiz kam bo'lgani uchun mana shu hamma kasallik ko'krakda bo'lyapti. Ko'krakda mana shu limfalar turib qoladigan joy, limfa oqimlari. Mana shu limfa organizmdan chiqqan zahar zohimi olib chiqib ketadigan suyuqlik. Ana shu limfa ishlamasa, agar organizmda birorta kasallik bo'lsa, bu krik limfa deydi. Ya'ni limfani qichqirig'i deyapti. Mana shu immunitetni ko'tardingizmi? Ayniqsa o'tiradigan o'rtoqlarim, immunitetni yaxshi qildingiz. Endi qonni aylanishi uchun ham men ko'rsatgan mashqlarni hammasini bajaringlar. Limfani mashqini men aytganman. Limfangiz yurishi uchun mana shu qo'lni ko'tarib, mashina mana ko'krak qafasiga mashina shunda urish mashqlarini. Limfada har xil mashqlar mashqlar ko'krak mana shunaqa holatdagina limfangiz yursa va siz yuqorida ichayotgan hamma malhamlaringiz sizga ichganlaringiz malham bo'ladi. Uning uchun qon yurg'izish kerak, normada suv ichish kerak va organizmdagi limfa suyuqligini ham yurg'izish kerak. Men sizlarga aytganman, organizmda qonlarni, arteriya, vena qonini yurg'izadigan narsa, arteriya asosan yurakni qisqarib vazifasi, yurak asosan arteriyani harakatga keltiradi. Bularni qisqarish natijasida yurak o'pkaga arteriyani otib beradi. Tushunyapsizmi? Va yana o'ng bo'lmadan ham yana vena o'pkaga tozalangani boradi. Endi mana shu qonlar, qon tomiri arteriyani harakatga keltirayotgan yurak nasos bo'lsa, limfa nasosi yo'q. Limfa nasosi bu butun bor skelet muskullari. Ichki mana shu muskullarni siz harakatga keltirsangizgina limfangiz suyuqligi yurib, sizdan kasallik forig' bo'ladi. Ana shu narsani unutmang. O'rtoq qariyalar, tengdoshlarim, suvni normada ichinglar. Ayniqsa issiq kunlardan eson-omon chiqing desangiz,
kasallik saqrim qo'zimasin desangiz, belorim, oyog'im og'rimasin desangiz, hamma kasallik boshida suv turadi. Normada suv ichiring. Sho'pir bolalarimga nasihatim, yoninglarda endi baklashkada ichma deyotibdi, hozir baklashkadan qanaqadir o'zidan nur chiqadimi deyotibdi, zahar chiqadi. Endi ilojimiz yo'q shunaqa. Baklashkanlik vek deydi, baklashka asri. Baklashkani ham quyosh tegmaydigan joyda tursa undan nima chiqmaydi, muzdakka unaqa hech qanaqa kimyo chiqmaydi-yu. Yarim litrli doim baklashkada suvinglar yoninglarda bo'lsin. Ertalab shilta qilib qalin chochuvlar bo'ladi, mahir chochuvlarni shilta qilib muzday suvda haligimdan o'rab qo'yib, salafanda qo'yib qo'ysangiz hech qachon isimaydi. Quyosh tushmasa bo'ldi. Haligini hoplab har zamonda bir qultum ichib yursangiz, Xudo xolasa insult infarkt bo'lmaysiz va hamisha sog' salomat bo'lasiz. Xayr, sog' bo'linglar. Bola chaqanglar baxtiga ko'zinglar yomonlik ko'rmasin, bolalaringlar rohatini ko'ringlar. Omon bo'linglar.